Bolamizni qaranglar, buni yotishini, buni qo'lini, barmoqchalarini o'ynatishini ko'ryapsizlarmi, ishchasini. Bu homilamiz 20 haftalik. Buni asalligini qaranglar. Bu homilamizni boshidan o'zim ko'rib kelaman. Hatto oyisini folikulometriyalarini ham o'zimiz o'tkazganmiz. Shunaqa shirin bolachamiz, qaranglar. Nyam-nyam qilayotganlarga e'tibor qilinglar. Kampirchamiz, tishsiz kampirchamiz nyam-nyam qilib yotibdi bolajonimiz. Shunaqa mazza qilib yotibdi, qaranglar. Asal qizimiz bizani. Sizlarga jinsini ko'rsataman. Mana ikkita oyoqchasi, bu o'rtada kindik turibdi. Jinsi qizcha bu bolajonimizni. Qo'llarni harakatlantirishlarini juda ham chiroyli. Buni oyisi chiroyli juda ham. Bolajon